Turmushimizda uy supurib, artib, tozalash qurilmalari to'liq bo'lgani bilan uylarni tozalaganda yanada chang to'zonlarning qolmasligidan saqlanib bo'lmaydi. Tozalash unumiga kafolat berib bo'lmaydi. Belimizni egib charchashdan tashqari yaxshi tozalay olmay, vaqt va kuchimizni sarf qilamiz. Xavotirlanmang. Bugun e'tiboringizga taqdim qilinadigan yangi, darajasi oshirilgan ko'p funksiyali chang yutgich sizning yuqoridagi qiyinchiliklaringizni hal qiladi. Bir mahsulotni ko'p xil uslubda ishlata olasiz. Birgina mahsulot orqali butun xonadonni tozalash mumkin. Simirish kuchi kuchli bo'lib, chang to'zon, to'kilgan soch kabi turli zarralarni tozalashi mumkin. Tozalanishi qiyin bo'lgan burchaklarni ham osongina tozalashi mumkin. Vaqt va kuchingizni tejaydi. Asl narxi 999 ming so'm bo'lgan maishiy chang yutgichni hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, bevosita 500 ming so'm chegirma qilinadi hamda atiga 499 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Bir mahsulotni ko'p xil uslubda foydalana olasiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Ushbu mahsulotga 400 watt yuqori quvvatli motor ishlatilgan bo'lib, chang yutishi kuchli, bir maromda ishlaydi. Chang to'zonni simirish unumi yaxshi. Uyni toza holatda tozalash maqsadiga erisha olasiz. Ko'p funksiyali pol cho'tkasi, pol kabi chuqur qatlamli joylarni tozalashda mos keladi. Yapaloq nasatka orqali tozalanishi qiyin bo'lgan burchaklarni osongina tozalashingiz mumkin. Uydagi pol, oshxona, gilam kabilardagi har xil chang to'zon zarralarni simirib tozalaydi. Endi uyni tozalaganda belingizni egib charchashning hojati yo'q. Divan o'rindiqlarining ostini ham osongina tozalay olasiz. Ixcham qilib loyihalangan, ko'p joy egallamaydi. Asl narxi 999 ming so'm bo'lgan maishiy chang yutgichni hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atiga 499 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.